nima deyapti? O'zgarish bor deyapti. Yaxshi. O'zing tuzukmisan, onasi yaxshi bo'lib qoldilaringmi? Yaxshiman. Ertaga javob berishar ekan. Tuzuk. Kasalxona to'lovini qilish kerak, pul kerak. Pulmi? Onasidan xavotir olma. Ertaga ertalabgacha bir tomonga hal qilarman. Bo'ldi. O'zing tuzukmisan? Ha, yaxshiman, rahmat. Bo'ldi. Ertaga ertalab boraman, xavotir olmagin. Ey Robbim, hozirgi holatimni so'zlarimsiz ham o'zing yaxshi bilasan. Shu hamyondagi pullar menga juda ham zarur. Lekin men birovning haqqidan qo'rqaman. Muammolarimga o'zing chiroyli yechib ber. Benzin tekinga tushdimi bizaga hozir? Tekinga tushdi o'rtoq. Yo'lda kecha bitta bolaga benzin berdik-ku. Ha? O'shani akasi bo'lib chiqdi. Yo'q. Ha. Yaxshilik baribir mukofotsiz qolmaydi. Hammasi yaxshi-ku-ya. Yaxshiligim yo'qolgan yomon bo'ldi. Mayli, bir gap bo'lar, topamiz. Allo. Shahzod aka kerak edilar. Nima? Kim bu? Kashilov topib oldim aka. Ma'lumotlaringiz ichida yozilgan ekan. Yo'q. Kashilonni topib oldingizmi?